Dehqonchiliklarimizni mana shu mahsulotni ishlatyapmiz, vitaminni. Mevalarimiz ham zo'r mana, sholilarimiz ham o'tgan shunday sholilarimiz ham zo'r bo'ldi. Hali ortiqcha mineral o'tlar solmadi, shuni o'zi bilan pishirdi o'tgan yili. Yaxshi natijalari yaxshi ekan vitaminni. Natijalar ko'rdi, Xudoga shukr zo'r bo'lyapti dehqonchiliklar. Foydalarini ko'rdik. Sinovdan o'tdi. Mana shundan sepinglar o'tadi dehqonlar. Maslahat beramiz shuni sepishni. Yaxshi foydasi degan. Effektlari zo'r ekan. Mana shunda maslahat beramiz sepishlaringni. Qanaqa nimadan sepdingiz? Qani ximikatni sepdingizmi yo o'zini alohida sepdingiz? Yo'q, ximikatga qo'shib sepdik biz. O'zini alohida sepib ko'rmadik, o'sha ximikatga qo'shib sepdik. 3 marta sepdim sholiga. O'zgarish qanaqa bo'ldi? O'zgarish qoraytirib, sholni boshoqlari ham katta bo'lib zo'r bo'ldi. Yaxshi ko'rinib oldi. Ilk mo'ljallimizdan ancha oshiq bo'ldi. Bo'lmadi.